Assalomu alaykum aziz obunachilar. Marhamatdagi 3-obyektimizda beton quyish ishlarini boshlab olganmiz. Bir qator qilinayotgan ishlar, narx-navolar, uni sizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni obzor qilib ma'lumot bermoqchimiz. Yo'qsa like bosiblar, buni qurilish qiladigan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar, foydali bo'ladi degan umidamiz. Aziz obunachilar, mana shu ko'rib turgan planinglar kimgadir kerak bo'lsa, Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Nursuroda Telegram kanaliga. Aziz obunachilar, mana shu joylarga fundamentlarni qo'yyapmiz. Razmerlarni bir qator tushuntirib o'tsak, bu bir etaj bo'ladi. Aziz qadrdonlar, berimiz fundamentimizga bu ikki etajda ham bemalol ko'taradi. Xudo xolasa konstruksiyasini yengiroq qilsanglar. 70 ga 40 padoj qo'yilyapti. Armaturalarimiz 12 lik, 4 qator tashlanyapti. Armaturaning o'zidan beldamchi qilingan aziz qadrdonlar. Kolonnalarimiz 14 lik qilingan. Ya'ni padojlarimizga Xullas 12 lik ishlanyapti. 70 ga 40 padojimiz. Ko'rayotgan joylar mana xudo xolasa. Yo 80 mi padojimiz? 80 a? 80 ga. Xudo xolasa taylarga ko'ryapsizlar, yer ustiga qamish uchun shebenlarni zasibga qo'yib oldik. O'zidan mikrofoydan Xudo xolasa mana shu joyga qilyapmiz. Uyda egasi ham usta ekan. Bu tomondan 4 metr yo'l qiladi. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, biz padojlarni bunaqasiga hisob qilamiz. Aziz obunachilar, padojlarimiz o'zini 12 ming, 13 mingdan har 10 soat 1200 so'm, 1300 so'mdan har 1 santimetrini mana shunaqasiga hisob qilamiz. Bunaqasiga 40 gacha bo'lgan razmerda shunaqa narxda qo'yib beramiz aziz qadrdonlar. Endi lentishnisini bunaqa tepasiga qarab beramiz. Qalinligi 40 bo'ladi. Tepasiga qarab har 1 santimetri 1400 so'mdan bo'ladi. Misol 1 metr bo'lsa 140 ming, 1 metr 10 santimetr bo'lsa 154 ming, shunaqa narx ko'tarilib boraveradi. Bu hamma instrument, apparatga, mishalga hamma yo'l bilan kelib qilib berayotgan narximiz aziz qadrdonlar. To'g'ri, qayerdadir arzon, qayerdadir qimmat, ishchi sifatiga shunaqasiga ham bog'liq. Tajma ustalarimiz mana shu hammasi o'zi billa oldin ishlab yurgan ustalarimiz. 15 yil atrofida qurilishda billa ishlab yurgan. Agar hamma 5 ta 6 ta brigadamiz bo'lsa, o'zimizni hammasi tanish yaxshi ustalar. Misol uchun brigadamizga ham osonlikcha qo'shila olmaymiz. Sabab eng yaxshi qo'lidan ish keladigan ustalarni shu bizni pazarlik qilmaydigan ustalar bilan doim ishlaymiz. Ko'ryapsizlar, hamma instrumentlarimiz bor. Bu yerda ham appalatkalar, hamma instrument bilan kelamiz. Uyda egasi faqat materialni beradi, xolos. Sizlarga aytamiz. Aziz obunachilar, endi bu yerda armaturalar. Armaturalarimiz 12 ligini 7000 so'mdan olyapti. 7000 so'm dedingiz armaturani 12 ligini. 7000 dedingizmi 12 ligini? 7000 14 ligimizni mana 14 ligimiz. Buni 10000 so'mdan olinyapti aziz qadrdonlar. Sementimiz ko'rayotganlaringiz konch sementlar olib kelib, to'kib tayyorlab qo'yganmiz. Mashinada, katta mashinada kelib tushirib, mana ustilarni o'rab qo'yganmiz. 630 so'mdan konch sementlarni ishlatyapmiz. Bu markasi ham 500 marka, sal balandroq markada ekan. Balandroq markani olib kelindi aziz qadrdonlar. Bu shog'olimiz, bu kamazini 1.200.000 so'mdan Shakarop deb qo'yadi. Mana kimdir biladi. Shaka sheben bilan mitipsoga aralashgani zavodniki bo'ladi. Bu yuvilgan, xudo xolasa kashfasi zavoddan pashti zavod shag'al betonlar bilan pashti bir xil bo'ladi. Endi 100% zavod bilan bir xil tenglashadi emas. Sababi biz ham mishalkalarda tayyorlab qo'yamiz buni aziz qadrdonlar. Toshimiz bor bu yerda. Tosh tashab qo'yib beriladigan taklif qilingan. Biz misol uchun tosh tashash talabdor emasmiz. Biz narximiz bir xil. Ashi tosh tashasak ham, tashamasak ham shu narxda qo'yib beramiz aziz qadrdonlar. Shu toshlarimizni 1.200.000 dan har sangi toshlar ekan, buni yorib, qo'lda yorib ichiga tashab beryapmiz. Imkoni bo'lsa bizga tosh tashamasa, mana shu 1.200.000 ga 2 tonna, 3 tonna sement keladi. Shuni bunga ishlasak, menimcha yana ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Mana qilib sen ichiga tosh tashaganda armaturalar xudo xolasa mana u ko'ryapsizlar 5-7 santimetr tagi ko'tarilib turibdi. Mana bu yog'ini ham quyib etkanda armaturalar tagini ko'tarib, xudo xolasa u ko'rayotgan bo'lsanglar, armaturalar ko'tarib qo'yilgan. Ko'tarib shuni qilib chiroyli qilib, sifatlar ham taxta u qing'ir qiyshiq bo'ladi, tekis bo'lmaydi deganlar uchun mana kelar. Taxtalar ham o'ta tekis bo'ladi. Oldingi davrdagi qing'ir qiyshiq betonlar yo'q. Xudo xolasa bo'lsa 1 santimetr, 2 santimetr simimiz yoki vibratsiya solganimizda ketib qolgan bo'lishi mumkin. Atay boshqa payt hamma yeri tekis chiroyli bo'ladi.
Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, noldan boshlab korobka holatigacha qilib bitkizib beramiz.